Kaç bozumu kasap soysun diyen adamını tepip verin lan abi kollarını soyup koyay canım balla. Bana neme yok inanamdan şıgarlış pranik silişine. Praniklerini salım ben de atamanını saldım pranikle bugün. Özlemni bilmey şingil etipti ben palaz uygunup 5 gün etipti ben de ma filmni kösanla 10 gün filizler canım balla. Kanda avalanlar dostlar yakşı mı? Ben tarançkilim yesterden hemminlağı bugün otluk salamlar bolsun. Bugün özlemni tarançkilim digim yok çatakçikilim devrinlara boldu. Fenselerim bilidi meni oldun kıtım vlogumni dep belgen ben estaydık bilen tanak qassam iğir çatak çıkır bitime. Estaydık bulmay qassam çatak çıkamayma edip. Bugün qattiq bol pranik silish vaqas yüz berdi bizning uyda. Qaynanam diyen bana mamimanning praniki balam deb qo'shoqlarni aytib. Bol pranik solimiz estaydık bolimiz amma çatak çıkarsanız kaçak qilib salimiz. Dep ketkinim bo'ldi bu qaynanamning jinim balla. Pranik qo'saq chiqdi amma çatak iğir chiqdi. Bol pranik bo'lsin deb kavşanlarga silvassam balisining o'rniga dadisi inib chiqdi. Bunda qilib bugun bol pranikning vaqasini so'zlab birma. Denzang Vanjon qilib turib, yurakni berib, rasmiy o'tirib turib ko'ringlar. Juma qizlarni ko'rmasang bo'lmaydi deyman. Ammo men sizlarning keyshin ko'ringlar-ku. Mashta chataqni chiqarib qaynonamdan tillayman. Ammo sizlarni ig'ir kuldirma. Pranikning tamda xurishda hech nimasida chataq yo'q. Bu yana uyga vermayman, ammo qolgan o'rganmaysizlar. Nima deb? Unutib qoldim ya, birdamda ma pranikni boyi solganda quvvatatoq. Ishqilib bir sirkay shakar qo'ydik, bir sirkay may qo'ydik, ozroq asal qo'ydik, 2 tal xo'rozning tuxumini qo'ydik. Ha, qo'ydik, may qo'ydik degandek buning hammasini tashishimiz, taylashtirimiz kerak, ilashtirib, mashta suvi qalat kelganda un chachimiz ketibiga. Unni chechib tozama obdan ilashtirgandan keyin bo'sh qilib ximiya oltiga akilimiz kerak. Bu jarayonlarni mening taranch qiynanam qilganlik uchun chataq chiqmag'andi, jinim balla. Oxiriga kelganda mana chataqning cho'ngini chiqardi. Ma ximeni opam manda qilvag'icha 2 qiz dadimni aytib olay ballama, olsa naq mushu bosqichga kelgan vaqtda chataqning cho'ngini chiqardim. Hey, ma kayganni bosmasam manas teng qildi ekan jinim balla. 20 minutga to'g'rilabdi men o'zim kavshog'ini qizdiratdim debdimi? Opam pishirpagan bol pranikni akab manachiga sotdimi? Yo'q, ajab sog'amaydi bu. Diplomatchilik qarab edim. Jinim balla kayganni bosmabdimi? Qaynonam arang qilib bergan bol pranik ma kavshog'ning ichidagi lisning ichida turib, erib, yo'g'inab bir-biriga chaplashib turibdi. Qaynonam chiqish to'kichi tevtaychi debdimi jinim balla. Men nim bilim buning ko'pidig'imni. Shuna bilan buni to'kichi etiblam. Valaqqa 20 minutga to'g'rilabdi menga. 10 minutlarni yutga ketib qolgan yalrim. Qaynona debli chaqirib edim. Qaynonam tillashqim o'lganmay tas qoldi kulib. O'shidan ketgan jinim balla. Voy men qilgan bol pranikimni buzibsan qo'y deydi. Qarsam pranik emas jinim balla, bol pranikni silvassam dadisi qaytib chiqdi dedim-ku. Mana shuna bilan kavshondan oldik, uyqu qardiq, yo ko'ymabdi, yo tam xurishlardan chataq chiqmabdi, ammo bizning uchimizdan chataq chiqdi. To'li kulib, qaynonam kulkuga zo'ldi. 2 soat jang o'ynab pishagan pranikimizdan chataq chiqib, bir-biriga chaplashib. Nimaga o'xshab qoldi ey bu bolalarni qarab yiqillar.
Kaynanam nimdeydi valla. Hey canım kilinim sizden bir ötülüp kalaymıştık. Moyum tamaklarını moyummıştık. Pişiriklarını sağa vaktimde bir yenim kemmisiniz. Mu telefonunuzu tutup filmle tatkan bolsanız bulmamdı. Canım balam ekilin anam ben salay dep kavuşan kısasan sana şaşkıp gidiptin. Sana şaşkıkandan tokudun kaygası ki şaşkısam çödeydi o. Şunda qilib birinci qitimda 7 qator tayyor qilgan praniklarimizdan chatoq chiqib, hammasini chatoqchi kelin buzib, mana oxir shuni o'zi yevatdi. Şuna quşqash bo'lsin, qassob so'ysin degan odamni tep beringlar, mana o'sha odamning qo'liga so'yib qo'yay. Manda ishlarni men qilmayman. Buning ikkinchi